Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alloh taoloning xohishi bilan darsimizni davomlashtiramiz. Bugun biz kaf harfiga berilgan misollarni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Birinchi misolimiz kaf harfi va uning ustiga fatha yozilgan u ka bo'ldi. Va mim harfi ustiga sukun yozilgan u m bo'ldi. Qo'shib o'qiganda kam bo'ldi. Keyingi misolimiz kaf harfi uning ustiga damma yozilgan ku bo'ldi. Va mim harfi sukun bilan yozilgan. M harfining o'zini yozamiz. Shu chaqda kum bo'ldi. Kum. Keyingi misolimiz kaf harfi damma bilan yozilgan ku va nun harfi sukun bilan yozilgan n bo'ldi. O'qiganda kun deb o'qiymiz. Kun. Keyingi misol kaf harfi fatha bilan yozilgan ka va yay harfi sukun bilan yozilgan y bo'ldi. O'qiganda kay deb o'qiymiz. Kay. Keyingi misolimiz ba harfi fatha bilan yozilgan ba, kaf harfi sukun bilan yozilgan k bo'ldi va ro harfi doma bilan yozilgan ru bo'ldi. Bu so'z bakru bo'lib o'qildi. Bakru. Keyingi misol mim harfi fatha bilan yozilgan ma, kaf harfi sukun bilan yozilgan k, ro harfi damma bilan yozilgan ru. Bu so'z makru bo'lib o'qildi. Makru. Makru. Keyingi misol kaf harfi fatha bilan yozilgan ka, ro harfi sukun bilan yozilgan r, mim harfi damma bilan yozilgan mu. Bu so'z karmu bo'lib o'qildi. Karmu. Karmu. Keyingi misolimiz kaf harfi fatha bilan yozilgan ka, nun harfi sukun bilan yozilgan n, zay harfi damma bilan yozilgan zu. Bu so'z kanzu bo'lib o'qildi. Kanzu. Kanzu. Keyingi misol ta harfi fatha bilan yozilgan ta, ro harfi sukun bilan yozilgan r va kaf harfi damma bilan yozilgan ku. O'qiganda tarku deb o'qiymiz. Tarku. Keyingi misol kaf harfi fatha bilan yozilgan ka, ta harfi fatha bilan yozilgan ta va ba harfi fatha bilan yozilgan ba. Bu so'zni o'qiganda kataba deb o'qiymiz. Kataba. Kataba. Keyingi misol yay harfi fatha bilan yozilgan ya, kaf harfi sukun bilan yozilgan k, ta harfi damma bilan yozilgan tu, ba harfi damma bilan yozilgan bu bo'ldi. Bu so'zni yaktubu deb o'qiymiz. Yaktubu. Yaktubu. Keyingi misol ta harfi fatha bilan yozilgan ta, ro harfi fatha bilan yozilgan ro va kaf harfi fatha bilan yozilgan ka. O'qiganda taroka deb o'qiymiz. Taroka. Taroka. Keyingi misol yay harfi fatha bilan yozilgan ya, ta harfi sukun bilan yozilgan t, ro harfi damma bilan yozilgan ru, kaf harfi damma bilan yozilgan ku. O'qiganda yatruku deb o'qiymiz. Yatruku. Keyingi misol kaf harfi fatha bilan yozilgan ka, ta harfi fatha bilan yozilgan ta, ba harfi sukun bilan yozilgan b, ta harfi damma bilan yozilgan tu va mim harfi sukun bilan yozilgan m bo'ldi. O'qiganda katabutum deb o'qiymiz. Katabutum. Bu yerda ba harfini qalqala qilib o'qiymiz. Keyingi misol alif harfi fatha bilan yozilgan a, mim harfi fatha bilan yozilgan ma, ro harfi fatha bilan yozilgan ro va kaf harfi fatha bilan yozilgan ka bo'ldi. Qo'shib o'qiganda amaroka deb o'qildi. Amaroka. Amaroka. Keyingi misol alif harfi fatha bilan yozilgan a, mim harfi fatha bilan yozilgan ma, ro harfi fatha bilan yozilgan ro, ta harfi sukun bilan yozilgan t, kaf harfi fatha bilan yozilgan ka. Bu so'z
Amaratga deb o'qildi. Amaratga. Amaratga. Keyingi misol kaf harfi damma bilan yozilgan ku, nun harfi sukun bilan yozilgan n va ta harfi damma bilan yozilgan tu bo'ldi. Bu so'z kuntu deb o'qildi. Kuntu. Kuntu. Keyingi misol mim harfi damma bilan yozilgan mu, mim harfi yana sukun bilan yozilgan m, kaf harfi kasra bilan yozilgan ki va nun harfi sukun bilan yozilgan n bo'ldi. Bu so'z mumkin deb o'qildi. Mumkin. Berilgan misollarni hammasini 5dan boshlab bir o'qib chiqamiz. Kam, kum, kun, kay, bakru, makru, karmu, kanzu, tarku, kataba, yaktubu, taraka, yatruku, katabatum, amaraka, amaratka, kuntu, mumkin. Bugungi darsimiz mushu yerdan oyoqlashdi. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin. Keyingi ko'rishguncha omon bo'laylik.